Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Ashurva Nigora Rashidovna Buxoro tuman 4-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimiga ishlab kelmoqdaman. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa pedagoglarga berilayotgan e'tibor, ularni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ish haqining oshirilishi, ustamalarning belgilanishi, pedagog xodimlarning kasbga nisbatan munosabatini o'zgarishi natijasida o'quvchilarimizning milliy va xalqaro darajadagi sertifikatlariga ega bo'lib, OTMlarga, talabalikka qabul qilinayotgani fikrimizning yorqin isbotidir. Nafaqat o'quvchilarimiz, balki o'qituvchilarimiz ham milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lib bormoqdalar. Ulardan oliy toifali ona tili fani o'qituvchimiz Tag'iyeva Mag'firat G'aniyevna, tarix fani o'qituvchisi Nargiza Xotamova, Dildora Xotamova, Iroda Ramazonova, Mirzayeva Dilafruz, Qurbonova Dildora, Qahhor va Xursand kabi ustozlarimiz ham xalqaro va milliy sertifikatlarga ega ustozlarimiz hisoblanishadi. Bir qator yana ustozlarimizdan maktabimizni jonkuyar fidoyi ustozlari bolajonlarimizga o'zlarining beminnat xizmat ko'rsatib kelishyapti. Maqsadimiz jamiyatimizga naf tegadigan barkamol avlodlarni yetkazib berishdir.